Assalomu alaykum. Yana bir bor sizlar bilan Nazanina. 10-yanvar yozuvchi, shoir Oybekning tavallud topgan kuni. Shu bois tarix fani o'qituvchisi Turg'unova Nodira ustozimizga yuzlanamiz. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yilning 10-yanvarida Toshkentda temirchilar oilasida dunyoga keladi. Tarjimon, yozuvchi, davlat arbobi Oybek juda ko'plab romanlar, dostonlar, she'rlar yozgan. Tarixiy romani Navoiy romani Oybek tomonidan yaratilgan. Navoiy romani asosida Oybek Alisher Navoiyning hayoti ijodi, uni bosib o'tgan tarixiy yo'llarini ushbu kitobda aks ettirgan. Alisher Navoiyning Navoiy to'g'risidagi romani nafaqat O'rta Osiyoda, balki xorijiy davlatlarda ham sevib o'qilgan, qiziqib o'qilgan. Qutlug'on romani, Navoiy romani o'zbek teatrlashtirilgan Hamza teatri tomonidan, kinostudiyalar tomonidan spektakllar hamda kinofilmlar qilib yaratilgan. Quyosh qaraymas romani kitobxonlar tomonidan sevib o'qiladi. Quyosh qaraymas kitobida asosan 2-jahon urushida o'zbek o'g'lonlarining nemis fashist bosqinchilarga qarshi kurashgan tarixiy voqealari aks etgan. Shu bilan birga Oybek juda ko'p xorijiy tilda yozilgan asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilgan va kutubxonalardan ushbu kitoblar o'rin olgan. Toshkentda Oybekning uy muzeyi ochilgan. Uy muzeyida Oybekning xonimni aks ettiruvchi haykal timsoli ham o'rin olgan. Bu yerda mana shu uy muzeyida Oybekning 300 dan ortiq kitoblari, dastonlari, romanlari, tarjima qilingan kitoblari mana shu kutubxonasida o'rin olgan. Sizlarga tavsiya qilaman. Oybek to'g'risida juda ko'p romanlar, asarlar, she'rlar, o'chiriklar, dostonlarni o'qishlaringizni tavsiya qilaman.